Farg'ona viloyati iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasida O'zbekistonda yashil davlat xaridlari istiqbollari mavzusida respublika seminari bo'lib o'tdi. Unda davlat xaridlari tizimiga ekologik mezonlarni joriy etish, yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng qo'llash hamda tadbirkorlik subyektlari uchun yaratilayotgan yangi imkoniyatlar yuzasidan ma'lumotlar berildi. Seminarda ta'kidlanganidek, davlat xaridlaridagi yashil xaridlar ulushini 2030-yilga qadar bosqichma-bosqich 30% ga yetkazish rejalashtirilgan. Treninglarimizda Farg'ona viloyatidagi tumanlardagi byudjet buyurtmachilari va tadbirkorlik subyektlarini mana shu barcha qonunchilik hujjatlaridagi va 249-sonli prezident qarori, 371-sonli vazirlar mahkamasining qaroridagi o'sha qo'yilgan vazifalarni, yangiliklarni tanishtirib, ularga o'sha sohaga oid bilim balanka ko'nikmalarini oshirish bilan birga savollarga javob berish maqsad qilingan. Tadbir davomida ekologik markirovkalash tizimi, tadbirkorlarning barqarorlik reytingi platformasi hamda davlat xaridlarining maxsus axborot portali imkoniyatlari haqida ham batafsil ma'lumot berildi. Mutaxassislar va soha vakillari ishtirok etgan seminarda ekologik barqarorlikni ta'minlash, davlat xaridlarida zamonaviy va samarali mexanizmlarni joriy etish yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi.